Hop, davlengiz yaxshi ekan aka. Hop, mana bugun 6-kun ha. Hop. Qanaqa ta'sir qildi muolajalarimiz? Qanaqa natija oldingizmi 6 kundan beri? Yaxshi, Xudo xolasa og'riq kuchligida kelganimizda 6-kun ancha og'riqlar pastladi. Aha. Harakatlar? Harakatlar ancha yaxshilandi. O'tirib turishlar yaxshi bo'ldi ancha. Aha. O'tirib 2 minut o'sha o'tirib olmaysiz endi, deyman, o'tiramiz yaxshi. Aha. Yaxshi. Xolasa. Davom ettiramiz. Mana bugun 6-kun, ertaga yana 1 kun muolajaga kelasiz. Yana 1 kun muolajani qilib qo'yamiz. Mashqlarni unutmasdan har kuni davom ettirib turasiz. 2 mahaldan qilib turasiz. Chunki siz ko'proq o'tirib ishlash kasb egasisiz. Shuning uchun umurtqalar bir-birisiga kirishib qoladi. Siz mashq qilgan saringiz o'sha o'tirib qolgan suyaklar bir-birisidan ochilib mikrosirkulyatsiya yaxshi bo'lib, grija tezroq so'rilib ketadi. Xolasa. Mashqlarni qilib turasiz. Har 6 oyda, 7 oyda bir marta yengil og'risa ham, og'rimasa ham. Xudo xolasa og'rimaydi-yu, yengillikcha olib turaverasiz. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. O'tira. Salomat bo'ling.